Assalomu alaykum Chorva Toshkent kanali a'zolari, chorvador aka-ukalarimiz. Bugungi sanamiz 18-mart 2025-yil. Hop, bugun xudo xolisa mana Qoraqalpog'iston Respublikasiga 3 ta molimizni baraka qilganmiz. Hozir jo'natamiz. Keling, ham mollaringizni oldiga nima qiling, mana yaqinroqdan ko'rsatib o'taylik. Hop, narxlarni aytmay qo'ya qolamiz, akalar. Mana shu tirikchilikda akalarimiz olishgan, olib borib foydalanishadi. Mana shu 3 ta molimizni berdik. Qanaqa mollar aka, yoqdimi? Yoqdimi? Telefonda kelganmi? Hech qanaqa muammosiz. Telefonda mollarni gaplashilgan, lekin barakasini qilmaymiz. Kelib o'zingizlar hamma yog'ini ko'rib olasizlar deyilgan. Mollarni uchalasini ham ko'rib, yedishchilarini ko'rib, nima qilishyapti? Hozir mashinaga kelib yuklaymiz, xudo xolisa. Kimga mana shunaqa mollar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Agar Qoraqalpog'istondan kuzatayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa ham, o'zimga aloqaga chiqsanglar, nomerlarini beramiz. Uchalasi ham ishonarli mol, hech qanaqa muammosiz, xudo xolisa. Yetuv mollar. Telefondagida katta, kichkina unaqa narsasi yo'q ekan, xudo xolisa. Yaxshi. Xursandmisizlar? Xursandmiz. Akalar. Videodan uzoqlashmaysizlar, hozir mollarni yuklaganimizdan keyin ham xudo xolisa olib beramiz sizlarga. Mashinamizni joylashtiryapmiz. Hozir mana shu mashinaga yuklaymiz, xudo xolisa. 3 ta molimizni. Mollarni xudo xolisa yukladik. Mana Qoraqalpog'iston Respublikasiga xudo xolisa mana eson-omon yetib olishadi. Teylariga narsalarni solib, oldilariga ovqatlarni berib. Mollarimizni yukladik. Bo'pti, yaxshi yetib olinglar. Ketishdi mana. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Xudo xolisa. Qoraqalpoq, Xorazmda og'alarimizdan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana shunaqa mashinalarga chiroyli qilib yuklab jo'natib turamiz, xudo xolisa. Ketishdi.